hurmatli dehqonlar. Bundan oldingi videolarimizda biz o'g'itlarimizni tegiga solganini, keyin gullashni boshlaganda mana shu biargamik o'g'itimizni sepishimiz boshlaganimizni ko'rsatgan edik. Mana hozirgi bu 3-terim. 3-terimda mana g'anakamnikidan terilyapti. Mana pomidor dehqon mana o'zlari mana aytsinlar qanaqa nima foyda bo'ldi, qanaqa bo'ldi sizga. Hop, birinchisi mana palayla komku, palayla. Kasal yo'q. Kasal yo'q, virus yo'q. Aha. Pomidorda ham mana petno degan narsa yo'q. Qizartirishi zo'r, qizartirishi. Effekti ham yaxshi. Lekin pomidorlar ham yorug'i ham yo'q. Asosan yorug'i yo'q. Asosan shu yorug'i yo'q. Endi bu yerda maslahat qilib qolamiz. Olib sepinglar. Buni keyin g'anagam aytganlaridek yorug'i bo'lmaydi. Qizilligi ham qon qizil bo'ladi, bozorbop bo'ladi. Mana bu yoq tomonni ko'rsanglar, mana terishyapti. Mana bu yoqda ham terib upakovka qilishyapti. Xo'p, telefon nomerlarimiz 99lik 872 28 72. Shu telefonlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yana tagida opisiyanasiga yozib qoldiramiz. Rahmat. Bosib qo'yaman.